Mamlakatimiz rahbarining 2024-yil 26-avgustdagi fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 124-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida O'ychi tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi, Senatning Xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Odiljon Mamatkarimov rahbarligidagi ishchi guruhi a'zolari dastlab O'ychi tumanida bo'lib, davlat granti uchun taklifi berilgan ijtimoiy ahamiyati dolzarb muammolarni o'rgandilar. Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining 1-30 may kunlari Namangan viloyatida ijtimoiy muammolarni hal etishga fuqarolik jamiyat institutlarini jalb etish mavzusidagi davlat granti tanlovi yakuni natijalariga ko'ra Hurriyat, Beruniy, bog' mahallalarining infratuzilmasini yaxshilashga ko'maklashish loyihasi parlament komissiyasi tomonidan g'olib deb topildi. Grant tanlovida faol qatnashib, Beruniy, Hurriyat va bog' mahallaning infratuzilmasini yaxshilash uchun 200 million so'm mablag' yutib oldik. Shundan 70 million so'mga 331 dona tungi yorish chiroqlari, 33 million so'mga video kuzatuv kamerasi hamda 78 million so'mga mahallaning sanitariyalik holatini yaxshilash uchun 52 dona chiqindi qutilari olib kelib o'rnatildi. Bundan aholimiz xursand. Mahallamizda 7 ko'chadan iborat bo'lib, 3025 ta aholi istiqomat qiladi. Har bir ko'chamizga tungi yorishlar, chiqindi qutilari, kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bundan aholimizning kayfiyati juda ham a'lo. Avvallari ko'chalarimiz juda qorong'i edi. Mana hozir 70 ta quyosh panelli tungi yoritgichlar o'rnatilgandan keyin ko'chalarimiz xuddi kunduzgiday yorug'. Bemalol kechqurun ham yurishingiz mumkin. Bundan aholimiz, ayniqsa keksa yoshdagilar juda xursand. Mahallamiz hududiga grant asosida qo'shimcha 10 ta kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Bu bizga jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishda, xavfsiz hududni yaratishda juda qo'l kelmoqda. Tozalik bor joyda baraka bo'ladi deb biz aytilmagan. Mana hozir ilgari kunda chiqindilar hamma joyda yayilib yotadi. Hozir kunda 50 dan ortiq chiqindi qutilari olib kelib o'rnatildi va tozalik juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Xalqimiz roziligini ta'minlash, aholi murojaatlarini o'rganish, mahallaning infratuzilmasini yaxshilashda xalq vakillari bo'lgan deputatlarimiz ham faol qatnashmoqda. Grant asosida 4 ta mahallada amalga oshiriladigan ishlar o'z ijobiy natijasini ko'rsatdi. Bu kabi loyihalarni hamkorlikda yana davom ettiramiz.